Tayyor bo'lgan mahsulotlarimizni birgalikda tekshirib o'tamiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga vakuumli qadoqlash uskunasini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu uskunamiz Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan, elektr kuchlanishi 220 volt kuchlanishida ishlaydi. Modellarimiz 500 lik model, 400 lik model va 300 lik modellarimiz sotuvimizda mavjud. Endi bu uskunalarimizni sizlar bilan birgalikda ishlatib ko'ramiz. Ularimizni chiroyli qilib terib olamiz. Başlayalım. Tayyor bo'lgan mahsulotlarimizni birgalikda tekshirib o'tamiz. Hop. Sirniy palichkamiz va qurtimizni olamiz. Ovoz. Ushbu qadoqlash uskunamiz sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing. Eng sifatlisi Eko uskunalarida.